Sizlar bilan yana killer obunachilar. Bugun biz super ya'ni gigant TNT'larni portlatamiz. Bu video juda ham qiziq bo'ladi. Sizlar esa videoga like bosib, obuna bo'lishni unutmang. Biz tezda 120 ta bo'lishimiz kerak. Bo'lmasam boshladik. Bilmay ketin boshlaymiz. Birinchi pushti 2x TNT tushunmadim. Boshladik. Hop, zaroqqa teparoqqa chiqamiz va villagerlarning qishlog'i hozir portlatamiz. Shu yerda portlatamiz. Hop, shu yerda portlatamiz. Mana shu yerlarda portlatamiz do'stlar. Ikkinchisi mana bu. Mana buni portlatamiz endi. Mana shuni uyning oldida portlatamiz. Ketdik. Juda ham dahshatli bo'lsa kerak, menimcha. Chochib tashlasa kerak. Teparoqqa chiqib turaylik, yana nimadir bo'lib qolmasin. Bo'ldi. Vuy, do'stlar, qanday yer ostin bo'lib ketgandek bo'ldi. Qishloqning temirchining uyi esa svala sofinga uchdi. Keyingi tanatamiz. Ajoyib olov. Bu yerga qo'yamiz. Aktivlashtiramiz. Bo'ldi. Chekida turamiz. Sizlar esa videoga like bosib, obuna bo'lishni unutmang. Tezda bu video qo'yil. Qanday tanat bu? Hop, endi keyingi tanatimiz. Mana bunisi. Hop, endi bu tanatni portlatamiz do'stlar. Sizlar esa videoga like bosib, obuna bo'lishni unutmanglar. Xullas, ro'za oyi kelganligi uchun men video ko'p chiqaraman. Sizlar esa meni podishga qilishlaring kerak. Keyin stream ham boshlayman. Faqat sizlar bir yuzi voy, lekin buzilmadi do'stlar. Sizlar esa meni qo'llab-quvvatlab 130 yoki 120 ta qilib berishlaring kerak do'stlar. Bu juda ham muhim. Sizlar faqat podishga qilib tursalaring bo'ldi. Videolar chiqadi. Ya sizlar shu videoni prosmotrini juda ham yuqori, ya'ni 800 ta, 700 ta prosmotr yoki 1000 ta prosmotr qilib bersalaring, men bundan o'ta kuchli TNTlarni ham olib chiqaman do'stlar. O'ta kuchli TNTlarni ham sizlar faqat podishga qilib, bu videoni ko'rib, menga obuna bo'lib qo'yishlaring kerak. Telegram kanalim ochaman, hamma modlarni tashlayman. Hop, bo'ldi. Shu ekan xolos. Menimcha bunisi. Hop, endi mana bunisi. Endi bu menimcha suvda otiladiganini hamma bilsa kerak. Suvda otiladi o'zi. O, yo'qolib, bu yoqqa kelib ketdi. Ajoyib. Nimagadir shunday bo'lyapti. Aktivlashtirdik. Buni portlashini kutishimiz kerak. Ana, suv yo'q bo'lib qoldi. Keyingisi esa mana bu. Mana bu do'stlar, keyingisi bu super TNT. Hop, endi buni portlatamiz, aktivlashtiramiz va qochdik. Bum. Bum. Portlaydi tez. Super TNT ekan. Ajoyib portlar ekan. Yerligan juda ham zo'r portladi. Juda ham zo'r. Yerni o'pirib yubordi do'stlar, yerni o'pirib yubordi. Hop, endi magnit TNT. Magnit TNTni sinab ko'ramiz do'stlar. Magnit TNTni sinab ko'ramiz. Endi nima qiladi bu? O'ziga tortar ekan va portlatar ekan, o'ziga tortib portlatar ekan. Hop, endi bu TNTni sinaymiz. Nima qiladi? Mana uyda portlataylik. Uylarda portlatsak yaxshiroq bo'ladi. Hop, aktivlashtiramiz. Nima qilar ekan endi bu? Nima qiladi? Voy, suv bilan to'ldirib yubordi. Suv bilan bu yerda bitta uy yonmay ketibdi, ya'ni omon qolgan uy. Hop, buni esa mana bu TNT bilan portlatamiz. Bu TNT juda ham bahabatga o'xshamayapti. Portla, tez portla. Yo, uyni yarmini yo'q qildi do'stlar. Uyni yarmini. Uncha zo'r portlamadi. Yana shuncha zo'r portlamadi. Endi bunisi. U bilan bir xil ekan.
10x TNT qilingan. Menimcha ko'proq bo'lsa kerak. Chunki bu yerda ham 10x turibdi. O uy shoshilib ketdi. Xo'p, endi mana buni otamiz. Mana buni sport etamiz. Bu yerga qo'yamiz va aktivlashtiramiz va bomba portlaydi. Ya'ni TNT portlaydi. Bum. Sachirar ekan. Bo'ldi, ana uyni portlatamiz. Qishloqdan asar ham qolmayapti. Mana bunisiga keldik va bu qop-qora 20x TNT 20x TNT portlatyapmiz. Nom shunaqa ekan. Bo'lmasam portlatamiz. Bum. Judayam uzoqqa uchdi. Judayam uzoqqa do'stlar. Endi mana bu fermachilik, ya'ni fermachilarning uyini portlatamiz hozir. Bu qanaqa qanotlimi? Qanotli ekan. Buni ham aktivlashtiramiz. Aktiv. Va uzoqroqqa tursak yaxshiroq bo'ladimi yoki yo'q, bilmadim. Va uy yo'q bo'ldi xolos. Ular uchib ketdi. Evet, shu o'lishdi bekor. Bekor uchishibdi yoki yonida turishganmi, bilmadim. Endi mana buni otamiz. Endi 5x TNT 5 bu menimcha ko'p bo'lmasa kerak. Bir deb qo'ysa kerak, bilmadim. Yani 5x turibdi, shuning uchun shunday deyapman. Aytdim-ku, bir deb qo'ysa kerak deb. Mana bu portlamagan, buni portlatamiz. Keyingi TNTimiz qaysi bir TNT ekan? Ha, mana bu TNT. Black Hole TNT. Bu qora tuynuk bo'lsa kerak. Oldimizda kakras qo'ylar bor do'stlar. Ketdik. To'g'ri turamiz. Va hozir qo'ylar o'zidan o'zi kirib ketadi buning ichiga. Qo'ylar kirib ketadi. Va qo'ylar kirib ketar ekan do'stlar. O'ta dahshatli. Chochib tashladi. Qo'y ham halok bo'ldi buning ichida. Nima deymiz? Xo'p, endi so'nggi TNT, oxirgi TNT. So'nggi TNT do'stlar, so'nggi TNT. So'nggi TNTni portlatamiz. So'nggi TNTni. Negadir bu ishlamayapti. Jajal qolganda yoqish kerak edi. Mana bunday qilib yoqib bo'lmas ekan do'stlar. Buni yoqish uchun atom bomba bu atom bomba ekan. Atom boshqa joyga qo'yaylik buni. Ana bo'ldi. Atom bomba ekan do'stlar, bu atom bomba ekan. Ko'rgan bo'lsalar, atom bomba bu. Va bu portlat qatib qoldi. Minecraft qatib qolyapti do'stlar. Voy, Minecraft qatib qolyapti. O'ta kuchli TNT ekan, Minecraft qatib qolyapti. Endi bu portlab ketdi. Ovoz ham chiqarar ekan. Voy, Minecraft qatib ketdi. Bu yoqqa qaramasam ishlaydi. Hozir biz oradan ketishimiz kerak. Hozir qatyapti. O'ta kuchli qatyapti do'stlar. Qishloqdan asar ham qolmadi. Aytdimki, asar ham qolmadi. Bitta tepadagi uy qolib ketibdi. Lekin uy ham tugabdi. Uy ham tugagan ekan. Xullas do'stlar, hamma yoq yonyapti. Video esa tugadi. Videoga like bosib, obuna bo'lishni unutmanglar. Biz tezda 120 ta bo'lishimiz kerak. Agar bu videoni prosmotrini 800 ta yoki 700 ta yoki 1000 ta prosmotrdan o'tkazib bersalaring, men albatta buni super o'ta mega tanitlarga ham olib chiqaman. Faqat sizlar videoga like bosib, obuna bo'lishlaring kerak va 120 ta bo'lishimiz kerak. Endi ko'proq videolar chiqadi do'stlar. Shuning uchun menga obuna bo'ling. Bo'lmasam qamaga xayr, sizlar bilan yana keler bo'ldi do'stlar.